Assalomu alaykum, buyurun ahli. Bugun 18-iyun 2026-yil. Yana voqeamizni yana bir ko'rgazib o'tamiz. Bular taza chiqqan yangi qurilgan penobloklar. Hali izg'or, og'ir qurigandan bu yerda qoldi. Kamroq. Yana blok tosh jarayonlari bo'lib turibdi. Hozir yana bir klientimizga 165 dona so'raydi apparatimiz. Birini bo'ylab tashlab ketib beramiz. Baholarni aytib o'tsam, bu 20 ga 30 60, 20 ga 30 60 razmerli penoblokning bahasi 16 ming so'mdan. Bu yerda 12 ga 30 60 penoblogimiz 10 ming so'mdan. 12 ga 30 60 uzunluğu. Onun bahası 10 ming so'mdan. Birini bo'ylab tashlab ketib beramiz. Penoblokamiz buni 100% qurib turibdi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buyurning tumani, Sarkopov edi. Bu yog'i Bo'ston Pavorot. Buyurning sentrdan kelasiz, Bo'stondan kelsa bo'ladi. Bu yog'i O'razboy Jumaniyasov maktabdan, Xayrli Obeddan kelsa bo'ladi. Yo'lning bo'yida penobloklarimiz buni ko'rinib turibdi. Ular ham qurib turibdi. Penobloklarimiz qattiq, sifatli etib qo'yib turibmiz. Bunga kerak bo'lsa telefon nomeri ekranda bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Bu videoni penoblok so'ragan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Like'larni bosib tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Penobloklarimiz bor. Kelaverasizlar.